Qo'lingdagi butilka bilan bitta ish qilamiz hozir. Birga bir gaplashishimiz kerak emasmidi? Mani og'aylarim bu joyda qonga qon, jonga jon turib beradi. Shohruz Sardor seni qidirib yurdi. 2 oylik mashina arenda pulini yopib olmay yurgan ekansan. Men 800 olib yopib yuborasanmi? Mahmud, ADN operatsiya qilishga Hindistonga jo'natib o'tgan ekansizlar. Pul yaxshigina kerak bo'ladi. Meni minni olib qo'yasanmi? Rahmat. Mo'yin, uylanayotganingda nech pul kredit oluvding? 10 million. Yopib yuborasanmi? To'g'ri aytasan. Odamni zo'rlashni yoqtirmayman. Mana bu tulka senga. O'zing bu narsa qo'rarsan. Sochimni tolasidan do'stlarim ko'p deb o'ylama. Boshingga ish tushganida kalligingni bilasan. Sog' bo'l.